Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga shunday bir muhim ma'lumotni yetkazish uchun ekranlaringiz qarshisidamanki, bu butun O'zbekiston aholisi uchun favqulodda ahamiyatga ega. Men bilaman, sizning vaqtingiz qimmatli, shuning uchun darhol mavzuga o'taman. Agar siz bank xizmatlaridan foydalansangiz, kommunal to'lovlarni amalga oshirsangiz, nafaqa yoki stipendiya olsangiz, davlat xizmatlaridan foydalansangiz yoki shunchaki fuqarolik majburiyatlaringizni bajarsangiz, bu video sizga tegishli. Yaqin kelajakda sizni juda jiddiy muammolar kutmoqda agar bu videodagi ko'rsatmalarga amal qilmasangiz. Shuning uchun hozir hech ikkilanmasdan kanalimga obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Bu ma'lumotni boshqalar ham ko'rishi uchun yordam bering. Muammoning mohiyati keling, avvalo vaziyat qanday bo'lganini va hozir nima o'zgarganini aniq tushunib olsak. Ilgari davlat xizmatlaridan, bank operatsiyalaridan yoki hatto oddiy kommunal to'lovlardan foydalanish uchun biz ko'pincha qog'oz hujjatlar bilan ishlashimizga to'g'ri kelardi. Har qanday masala uchun tegishli idoraga shaxsan borishimiz, navbat kutishimiz, ariza to'ldirishimiz va pasportimizning asl nusxasini taqdim etishimiz kerak edi. Masalan, bankdan kredit olmoqchi bo'lsangiz, albatta bankka borib pasportingizni ko'rsatishingiz, u yerda biometrik ma'lumotlaringizni, barmoq izlaringizni topshirishingiz talab qilinardi. Yoki kommunal to'lovlarni amalga oshirishda, masalan, elektr energiyasi uchun to'lovni hisoblagich raqamingiz orqali qog'oz kvitansiya bilan to'lashingiz mumkin edi. Bunda shaxsingizni tasdiqlash shart emas edi. Pensiya olish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda ham pasportingiz va tegishli hujjatlaringiz bilan birga u yerda shaxsan bo'lishingiz kerak bo'lardi. Bu tizim o'ziga xos qulayliklarga ega bo'lsa-da, ko'pincha vaqtni talab qiladigan byurokratik jarayonlar bilan bog'liq edi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat yaqinda yagona raqamli identifikatsiya tizimi nomli yangi tizimni joriy etish haqida qaror qabul qildi. Bu tizimga ko'ra har bir fuqaro o'zining shaxsiy raqamli identifikatorini tasdiqlashi va uni barcha davlat hamda moliyaviy xizmatlar bilan bog'lashi shart. Yangi qonun loyihasi sentabr oyining oxirida kuchga kirdi va unga ko'ra barcha O'zbekiston fuqarolari joriy yilning 30 dekabriga qadar o'zlarining raqamli identifikatsiyasini yakunlashlari shart. Bu degani bir necha oy ichida siz raqamli identifikatoringizsiz bank xizmatlaridan, masalan, pul o'tkazish, kredit olish, depozit ochish, davlat xizmatlaridan, masalan, pasport almashtirish, uy-joyga egalik huquqini ro'yxatdan o'tkazish, farzandingizni bog'chaga joylashtirish, hatto mobil aloqa operatorlari xizmatlaridan ham to'liq foydalana olmaysiz. To'lovlar tizimiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatiladi. Eng asosiysi, bu talab nafaqat poytaxtda yashovchi, texnologiyalardan xabardor yoshlar uchun, balki mamlakatimizning chek hududlarida yashovchi yoshi ulug' keksalarimiz, nogironligi bor fuqarolarimiz, qolaversa, hattoki chet elda vaqtincha yashayotgan ham yurtlarimiz uchun ham majburiydir. Bu har bir fuqaroni to'liq raqamli platformaga o'tkazishni maqsad qilgan ulkan islohotning bir qismi. Bu o'zgarish shaffoflikni oshirish, korrupsiyani kamaytirish va xizmatlar sifatini yaxshilashga qaratilgan bo'lsa-da, agar siz bu tizimga o'z vaqtida moslashmasangiz, hayotingizda jiddiy noqulayliklarga duch kelishingiz mumkin. Keling, buni yanada batafsil ko'rib chiqamiz. Nima bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Keling, ushbu yangi tizimning har bir jihatini chuqur tahlil qilamiz. Avvalo, nima bilishingiz kerak? Siz o'zingizning biometrik ma'lumotlaringizni, barmoq izlaringizni va yuzingizni skanerlash orqali yagona axborot tizimiga kiritishingiz shart. Bu raqamli pasport yoki raqamli shaxs yaratish jarayoni bo'lib, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni xavfsiz va markazlashgan holda saqlash imkonini beradi. Har bir fuqaro uchun yagona identifikatsiya raqami beriladi. Bu raqam barcha xizmatlar bilan integratsiyalanadi. Bu yer yordamida siz keyinchalik onlayn xizmatlardan foydalanishda faqat o'z barmoq izlaringiz yoki yuzingizni skanerlash orqali shaxsingizni tasdiqlay olasiz. Masalan, bank ilovasida pul o'tkazmoqchi bo'lganingizda faqat telefoningizning skaneri orqali yuzingizni ko'rsatishingiz kifoya. Kim xavotirlanishi kerak? Aslida har bir fuqaro xavotirlanishi kerak. Chunki bu o'zgarishlarning hech kimni chetlab o'tishi kutilmayapti. Lekin ayrim toifadagi fuqarolar uchun bu jarayon ayniqsa dolzarb. Birinchi misol, o'g'li Rossiyada ishlaydigan 7000 yoshli Oysha buvi. Oysha buvi har oy o'g'lidan Western Union orqali pul qabul qilib turadi. Shu pul bilan kommunal to'lovlarni to'laydi.
dorilarni oladi va oziq-ovqat xarid qiladi. Ilgari u pasporti bilan bankka borib, navbat kutib pulini olar edi. Endi yangi tizimga agar Oysha buvi 31 dekabrga qadar o'z raqamli identifikatsiyasini rasmiylashtirmasa, bank uning pul o'tkazmasini bermasligi mumkin. Bank xodimi unga Oysha buvi, sizning raqamli identifikatoringiz yo'q, shuning uchun pulingizni berishga haqqimiz yo'q deyishi mumkin. Natijada Oysha buvi pulni ola olmaydi. Bu esa uning kundalik hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu holatda ayniqsa keksa yoshdagi texnologiyalardan uzoqroq bo'lgan fuqarolarimizga yordam berishimiz juda muhim. Ikkinchi misol, Toshkent shahridagi kichik tadbirkor 35 yoshli Javohir. Javohir onlayn do'kon orqali savdo qiladi va to'lovlarni o'zining bank kartasiga qabul qiladi. U har kuni bank ilovasi orqali tovar yetkazib beruvchilarga pul o'tkazadi, soliqlarni to'laydi va mijozlarga cheklar beradi. Yangi tizimga ko'ra, agar Javohir o'z raqamli identifikatsiyasini o'z vaqtida yakunlamasa, uning bank kartasiga pul kelib tushishi to'xtashi yoki u boshqa hisob raqamlariga pul o'tkazish imkoniyatidan mahrum bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, Javohir 10 million so'mlik tovarni sotib olgan, ammo bank ilovasi uning raqamli identifikatorini topa olmagani uchun pulni o'tkazmayapti. Bu uning biznesini to'xtatib, katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli tadbirkorlar, ayniqsa onlayn savdo bilan shug'ullanuvchilar bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishlari shart. Uchinchi misol, Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi 22 yoshli talaba Dilshod. Dilshodning stipendiyasi har oy bank kartasiga tushadi. U shu pulga o'zining ijara to'lovini to'laydi va kitoblar sotib oladi. Agar Dilshod 37 dekabrgacha o'z raqamli identifikatorini rasmiylashtirmasa, uning stipendiyasi bank kartasiga kelib tushmasligi yoki tushgan taqdirda ham uni yechib olish yoki boshqa maqsadlarga ishlatishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Talabalarimiz ham bu jarayonning muhimligini tushunishlari va o'z vaqtida harakat qilishlari zarur. Kim xavotirlanishi shart emas. Aslida hech kim xavotirlanishi shart emas degan toifaga kirmaydi. Chunki bu majburiy talabdir. Biroq agar siz allaqachon biometrik pasportga ega bo'lsangiz va pasportingizni olishda barmoq izlaringizni topshirgan bo'lsangiz, hamda banklar bilan faol ishlasangiz, davlat xizmatlari markazlari yoki mening fikrim kabi portallardan doimiy foydalanib kelsangiz, ehtimol sizning ma'lumotlaringiz tizimda avtomatik ravishda mavjud bo'lishi mumkin. Lekin baribir bu holatda ham siz o'zingizning raqamli identifikatoringiz borligini tekshirib ko'rishingiz va uni faollashtirishingiz tavsiya etiladi. Hech narsaga ishonch hosil qilmasdan jim o'tirish bu juda xavfli. Xavotirlanmayotgan, lekin xavotirlanishi kerak bo'lgan fuqarolar toifasi ham bor. Bular chet elda vaqtincha mehnat faoliyatini olib borayotgan fuqarolarimiz. Masalan, Rossiyada ishlayotgan Murod, u har oy oilasiga pul jo'natadi. U hali ham eski pasport bilan yuradi va umuman O'zbekistondagi yangiliklardan xabardor emas. Agar Murodning oilasi O'zbekistonda uning nomidan pul qabul qilishda muammolarga duch kelsa yoki Murodning bank kartasi orqali to'lovlar amalga oshirilmay qolsa, bu uning oilasini juda og'ir ahvolga solib qo'yadi. Chet elda bo'lgan fuqarolarimiz uchun maxsus mexanizmlar yaratilgan bo'lsa-da, ular bu haqida xabardor bo'lishlari va o'z vaqtida harakat qilishlari shart. Ya'ni bu talab barcha fuqarolarga, hattoki chet elda yashayotganlarga ham taalluqlidir. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yangi raqamli identifikatsiya tizimida ham o'ziga xos istisnolar, e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Aynan shularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Birinchidan, istisnolar. Tizim yaratuvchilari nogironligi bor shaxslar, yotog'ida bo'lgan bemorlar va uydan chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun maxsus xizmatlarni yo'lga qo'yishgan. Ya'ni ularga davlat xizmatlari markazlarining mutaxassislari uyga borib, kerakli ma'lumotlarni yig'ishlari mumkin. Bu albatta yaxshi qadam. Ammo bu xizmatdan foydalanish uchun sizga ma'lum bir hujjat, masalan, shifokorlik ma'lumotnomasi, agar bu hujjatlardan tasdiqnoma keraksangiz yoki bu xizmatdan xabardor bo'lmasangiz, siz ham muammoga duch kelasiz. Masalan, Gulnora opaning onasi 95 yoshda, u yura olmaydi. Gulnora opa ish bilan band bo'lib, bu yangilikdan bexabar. U onasining pensiyasini ola olmagandan so'nggina bu haqda biladi va shundan keyingina harakatni boshlaydi. Ammo u allaqachon belgilangan muddatdan o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun
Oilangizdagi nogironligi bor yoki yoshi ulug' insonlar haqida bugunoq o'ylab ko'ring va ularga yordam bering. Ikkinchidan, eng asosiy tuzoqlardan biri bu shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi. Ko'pchilik o'zlarining biometrik ma'lumotlarini, barmoq izlari, yuz skaneri kiritishdan xavotirda. Mening ma'lumotlarim o'g'irlanmasa-chi, ular boshqa maqsadlarda ishlatilmaydimi degan savollar tug'ilishi tabiiy. Hukumat ma'lumotlar shifrlangan holda saqlanishini va faqat tegishli davlat idoralari tomonidan maxsus protokollar asosida foydalanilishini ta'kidlayapti. Ammo shunga qaramay, siz ham o'zingiz ehtiyotkor bo'lishingiz kerak. Masalan, ishonchsiz saytlarga yoki shubhali mobil ilovalarga shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritmang. Hech qachon biometrik ma'lumotlaringizni kim bilandir telefonda yoki elektron pochta orqali bo'lishmang. Firibgarlar bu vaziyatdan foydalanib sizning raqamli identifikatoringizni ro'yxatdan o'tkazib beramiz, faqat pasport ma'lumotlaringizni va bank karta raqamingizni ayting deb yolg'on qo'ng'iroqlar qilishlari mumkin. Ehtiyot bo'ling. Hech qanday davlat idorasi sizdan telefon orqali maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Uchinchidan, texnik muammolar va infratuzilma bilan bog'liq nuanslar. Tizim yangi bo'lgani uchun dastlabki bosqichlarda texnik nosozliklar, serverlarning haddan tashqari yuklanishi yoki internet aloqasidagi uzilishlar tufayli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, Mirzo Ulg'ulom shahridagi kichik bir tumanda internet tezligi past bo'lgani uchun fuqarolar o'z ma'lumotlarini onlayn kiritishda qiynalishlari mumkin. Yoki davlat xizmatlari markazlarida skanerlash uskunalari yetishmasligi sababli navbatlar uzayishi mumkin. Bunday holatlarda sabrli bo'lish va muqobil yechimlarni izlash kerak. Ba'zi banklar o'z filiallarida ham ushbu identifikatsiya jarayonini amalga oshirishga ko'maklashmoqda. Shuning uchun mahalliy bank filiallariga ham murojaat qilib ko'ring. 4-dan, chet elda bo'lgan fuqarolarimiz uchun maxsus tartib. Yuqorida aytib o'tganimdek, chet elda vaqtincha ishlayotgan yoki yashayotgan fuqarolarimiz ham bu talabga rioya qilishlari shart. Ular uchun O'zbekiston Respublikasining chet eldagi elchixonalari va konsulliklarda maxsus xizmatlar tashkil etilgan. Ular u yerda o'zlarining raqamli identifikatsiyasini ro'yxatdan o'tkazishlari mumkin. Ammo bu xizmatdan foydalanish uchun oldindan ro'yxatdan o'tish yoki o'ziga xos hujjatlarni tayyorlash talab qilinishi mumkin. Masalan, Germaniyada ishlayotgan Furqat konsullikka murojaat qilganida unga dastlabki yozilish jarayoni 3 haftani olishini aytishadi. U buni oldindan bilmagani uchun o'zining rejalashtirgan pul o'tkazmalarini amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Shuning uchun chet eldagi fuqarolarimiz tegishli konsullik yoki elchixonalar bilan oldindan bog'lanib, barcha tartiblarni aniqlashtirishlari shart. 5-dan, raqamli savodxonlik darajasi. Mamlakatimizda raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi turlicha. Yoshi ulug' insonlarimiz va chekka qishloq hududlarda yashovchi fuqarolarimiz uchun bu yangi tizimni tushunish va undan foydalanish biroz murakkablik tug'dirishi mumkin. Hukumat bu borada maxsus o'quv kurslari va tushuntirish ishlarini olib borsa-da, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun har birimiz o'z oilamizdagi, mahallamizdagi yoshi ulug' texnologiyalardan uzoqroq bo'lgan insonlarga yordam berishimiz, ularga bu jarayonni tushuntirishimiz va amaliy ko'maklashishimiz kerak. Bu oddiygina qo'shnichilik burchi emas, balki ijtimoiy mas'uliyatimizdir. 6-dan, oxirgi muddatga yaqinlashgan sari yuzaga keladigan bosim. Har doim bo'lgani kabi, ko'pchilik fuqarolar oxirgi muddatga qadar kutishadi. Bu esa davlat xizmatlari markazlarida va boshqa tegishli idoralarda juda katta navbatlar paydo bo'lishiga olib keladi. Masalan, dekabr oyining 2-yarmida barcha markazlarda katta tirbandliklar va uzundan uzoq navbatlar yuzaga kelishi aniq. Agar siz bunday sharoitda o'z raqamli identifikatsiyangizni ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lsangiz, vaqtingizni bekorga sarflaysiz va jismonan ham charchaysiz. Shuning uchun hozirroq harakatni boshlang. Qancha ertaroq harakat qilsangiz, shuncha kam muammolarga duch kelasiz. Praktik tavsiyalar: nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Bu yerda men sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Siz bu ko'rsatmalarga amal qilgan holda o'zingizni va oilangizni kelajakdagi muammolardan himoya qila olasiz. Birinchi qadam hozirgi holatingizni aniqlash. Avvalo, sizning raqamli identifikatoringiz allaqachon mavjudmi yoki yo'qmi? Shuni tekshirib ko'ring. Buning uchun siz My.Ponkabuz portali orqali mening shaxsim bo'limiga kirishingiz yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin.
Agar siz biometrik pasportingizni yaqinda almashtirgan bo'lsangiz va barmoq izlaringizni topshirgan bo'lsangiz, tizimda ma'lumotlaringiz bo'lish ehtimoli yuqori. Ammo buni tekshirish shart. Qayerga murojaat qilish kerak? MyPonkop.uz sayti onlayn tekshirish uchun yoki istalgan davlat xizmatlari markazi shaxsan borib tekshirish uchun. Ikkinchi qadam kerakli hujjatlarni tayyorlash. Agar sizning raqamli identifikatoringiz hali yo'q bo'lsa yoki uni faollashtirish kerak bo'lsa, sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. 1. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat. Bu pasportingiz yangi ID karta yoki eski namunadagi pasport bo'lishi shart. 2. Pasportingiz nusxasi, bir dona oddiy nusxasi. 3. Bank kartasi agar mavjud bo'lsa, ba'zi holatlarda identifikatsiyani bog'lash uchun bank kartasi ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Garchi asosiy jarayon uchun u majburiy bo'lmasa ham ortiqcha bo'lmaydi. 4. Jismoniy mavjudlik. Siz shaxsan borib barmoq izlaringizni topshirishingiz va yuzingizni skanerlatishingiz kerak bo'ladi. Nima yozish kerak? Maxsus ariza to'ldirishingiz shart emas. Siz shunchaki shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bilan murojaat qilasiz va markaz xodimi sizga yordam beradi. 3-qadam raqamli identifikatsiyani ro'yxatdan o'tkazish jarayoni. Siz uchun 2 xil yo'l mavjud. 1. Davlat xizmatlari markazlarida eng ishonchli va to'liq yo'l. O'zingizga eng yaqin davlat xizmatlari markaziga pasportingiz bilan boring. U yerda mutaxassislar sizning barmoq izlaringizni skanerlaydi, yuzingizni suratga oladi va ma'lumotlaringizni tizimga kiritadi. Bu jarayon odatda 10-15 daqiqa vaqt oladi. Sizga raqamli identifikatsiya ro'yxatdan o'tganligi haqida tasdiqnoma berishi kerak. 2. Ba'zi bank filiallarida ayrim yirik banklar, masalan, Xalq banki, Milliy bank o'z filiallarida ham ushbu xizmatni taklif qilmoqda. Agar siz bankka yaqin bo'lsangiz, u yerda ham murojaat qilib ko'rishingiz mumkin. Jarayon davlat xizmatlari markazidagiga o'xshash bo'ladi. Avtomobil ilovalar orqali cheklangan. Hozirda faqat Mobile ID ilovasi orqali ba'zi banklar va bir qancha davlat xizmatlari uchun raqamli identifikatsiyani masofadan turib amalga oshirish imkoniyati joriy etilmoqda. Agar siz texnologiyalardan yaxshi xabardor bo'lsangiz, bu ilovani yuklab olib, unday ko'rsatmalarga amal qilishingiz mumkin. Ammo bu usul hali to'liq integratsiyalanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun davlat xizmatlari markaziga borish eng afzal usuldir. 4-qadam identifikatsiya holatini tekshirish. Jarayon yakunlangandan so'ng bir necha kun ichida MyPonkop uz portalidagi shaxsiy kabinetingizga kirib, raqamli identifikatoringiz holatini tekshiring. U yerda sizning ma'lumotlaringiz to'liq aks etganligiga va tizim sizni to'liq identifikatsiya qilganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir xato yoki kamchilik bo'lsa, darhol davlat xizmatlari markaziga qayta murojaat qiling. 5-qadam oilangiz va yaqinlaringizga yordam berish. Agar sizning oilangizda yoshi ulug', texnologiyalardan unchalik foydalana olmaydigan yoki nogironligi bor fuqarolar bo'lsa, ularga albatta yordam bering. Ularning pasportlari bilan birga davlat xizmatlari markaziga boring yoki yuqorida aytib o'tganimdek uyga chaqirish xizmatidan foydalaning. Bu sizning insoniy burchingizdir. 6-qadam chet elda yashovchi fuqarolar uchun. Agar siz O'zbekistonda bo'lmasangiz, O'zbekiston Respublikasining chet eldagi elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qiling. Ular sizga bu jarayonda yordam berishadi. Oldindan telefon orqali yoki elektron pochta orqali bog'lanib, kerakli hujjatlar ro'yxatini va uchrashuv vaqtini aniqlashtirib olishingiz shart. Qarang, ko'rib turganingizdek jarayon murakkab emas, lekin u juda katta mas'uliyat talab qiladi. Barcha ma'lumotlar yangi. Shuning uchun uni tushunish va unga amal qilish muhim. 30 dekabrga qadar vaqt oz qoldi. Har bir kuningiz qimmatli. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz do'stlar, men bugun sizlarga juda muhim va dolzarb ma'lumotlarni yetkazdim. Identifikatsiya tizimiga o'tish jarayoni har birimizning hayotimizga bevosita ta'sir qiladi. Bu shunchaki yangi qoida emas, balki kelajakda O'zbekiston davlatining rivojlanishi va fuqarolarimiz hayotini yaxshilashga qaratilgan ulkan qadamdir. Sizning raqamli identifikatoringiz bo'lmasa, siz kelajakda davlat xizmatlaridan foydalana olmasligingiz, bank operatsiyalarini amalga oshira olmasligingiz, nafaqa yoki stipendiya olishda muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu muammolarning oldini olish uchun bugun men bergan ko'rsatmalarga amal qiling. Hech narsani ertaga qoldirmang. O'zingiz va oilangiz uchun hozirroq harakatni boshlang. Davlat xizmatlari markazlari sizga yordam berish uchun doim tayyor. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos unga like bosing.
Bu videoni o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga, oila a'zolaringizga, qo'shnilaringizga jo'nating. Chunki ular ham bu muhim ma'lumotlardan xabardor bo'lishlari kerak. Va albatta kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Shunda kelajakda shunday muhim yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'lasiz. Quyidagi izohlarda o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki boshdan kechirgan muammolaringizni yozib qoldiring. Men har bir izohni o'qib chiqishga va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Sizning har bir fikringiz biz uchun juda qimmatli. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni asrang va esda tuting. Raqamli kelajakka tayyor bo'ling.